Aka, qo'li bering. Bering, naqdga savdo qilaman lekin, to'g'risi. Yo'q aka, salgan 4 ming. 13 ming beraman aka. Kam emas, ko'p emas. Yili bor, probegi bor aka. Ko'rdim, qadovoy zo'r, motori yaxshi ekan. Rosta kamlik qiziqdim aka, bering. Minishga olib qo'yaman. 13 mingga baraka. Bering. Bering aka, astoydil. Yo'q, to'g'ri kelmaydi aka. Kam emas, ko'p emas aka, $500 qo'shaman. Naqdiga ekan. 13,5 ming baraka, bering. Yo'q aka. Aka, nasib qilsa generalni berasiz. Minib yurish aka, qiziqishga to'g'risi. Bering. 3 yillik beraman, keyin salgina qo'shing yana. Yo'q. Aka, bu naqdga bo'lsa, mana aka, hozir ham aytayapman. Keyin 13,5 mingga olaman, $100 ham qo'shmayman aka. Kanalga qo'yib bersangiz, kanalga qo'yaman aka, mayli balandroqga. Bo'ladimi? Yo'q aka. Kanalga qo'yaymi? Kanalga qo'ying. Necha pul qo'yib beray, ayting. Faqat bo'lishini ayting mayli aka. 15 ming deb turmay aka endi. 14 ming 700 qo'yib bering. Yo'q, 14 ming 700 bo'lmaydi aka. Voy ham 14 mingga qo'ydim. Aka, mayli hisob 14,5 ming qo'yib beraman kanalingizga. Bo'ladimi? Kanalimizga arzon bo'laydi. 14,5 mingga qo'ydik aka. Rozimisiz? 700 bo'lmaymi aka? Yo'q aka, 14,5 ming. Bor aka. Arzon bo'lib podpischilar nomidan. Lekin bersiz hali ham gapim 13,5 ming. Yo'q aka. Bo'lmaydi? Yo'q. Do'stlar, sizlarga nasib qildi. Ko'rishingiz mumkin. 2005 207 aviomda atmosferli motorda Prado. Lekin bor, haqiqatan 120 talik balonda o'zini bor ko'rib, men haqiqatan yoqdi. Mayli sizga nasib qilsin shu mashina. Qarang balonda. Mashinaning holatini qarang. Ideal bo'lib turibdimi? Tayyor olar ekansiz, minar ekansiz. Xullas, proverka qildim, akalar bilan 1 soatdan oshiq savdolashdim. Iloji bo'lmadi. Ikkita eshigi, krilosi, keling endi. Kapotida kraskasi bor ekan. Ko'ryapsizmi? Ana po'ynim bo'lmasa afzal qolma. Aka, bering lekin rosa. Bering 13,5 ga. To'g'ri kelmaydi aka. Maza qilib meni 1-2 oydan keyin sotardim mana. Mana xullas, suyaklari but-butun ekan. O'zim tekshirib chiqdim. Qo'ldan kelgancha sizlar ham o'zingiz uchun bemalol kelasizlar. Menga o'xshab oladigan insonlar tekshirib ko'rib olasizlar. Xo'p, razvatkalarida umuman muammosi yo'q ekan. Mana salonlari ham idealniy bo'lib turibdi. Ya'ni 2005-yilda ishlab chiqarilgan mashina ekan. Holatiga yaxshi mashina. Hadovoylari vobshe zo'r ekan. Diskani ko'ryapsizlarmi? 150 talik Pradon diskalarini qo'yib qo'yilgan ekan. Xullas, tayyor olar ekansizlar, minar ekansizlar. Mayli sizlarga nasib qilibdi. Pakalini 4-pakalini propan gazi ham bor ekan. Bosib olinglar, $14,5 ming dollarga. Ko'nmadilar, iloji yo'q. Bosinglar. Egalarining telefon raqamlarini Telegram kanalimizga qo'yib qo'yamiz. Telegram kanalimizda kuniga 5 tadan 10 tagacha mashina qo'yib boramiz. Siz Telegram kanalimizga a'zo bo'lganmisiz? Sirazi Telegram kanalimizga a'zo bo'lib, nomerlarni olib, baraka qilib yuboringlar.